Jamshid uydami? ishdan kelgani yo'q edi. Kir uyga. Bugun konsertga o'tinglar birgalashib, kenaga. Albatta boramiz. Xo'p. Yo'q, xabarim yo'q meni. Katta rahmat. Rahmat. Ko'nglimni g'oyat ko'tarish rosti. Rahmat. Ko'rishguncha. Men qara, bir narsani tushuntirib ber. Ana u Ovsar shaharga afishalarni osib qo'ygan emish. Estradada nima qilasan? Pishirib qo'yibdimi senga deydilar. Balki adashayotgandirsan. Yo'q, adashayotganim yo'q. Omadingni bersin og'ayni. Qani endi men ham orzuyimga yetsam, do'stim. Yetasan albatta. Nima qilyapsan, ey? Shohrux, labbay, to'xta. Tabriklayman o'tgan. Rahmat. Omadingni bersin. Rahmat. Rahmat aka. Rostimni aytsam, mendan ham o'tib ketding. Unaqa demang, qo'ysangchi. Bu yog'ini bo'shashtirma hech ham uka. Xo'p, rahmat aka. Qani. O'zingmiz, ha? Shoh, qalaysan? Uzatvorlaring. Yaxshi, senga ko'rinmay qoldi. 2 hafta bo'ldi. Londondan kelganimga. Seniki mana. Og'ayni. Rahmat. Sog'liklaring yaxshimi, Yomon emas. Qayoqqa g'oyib bo'lib ketding? Ha, yuribman-da. Nima edi? O'zing bu yerda nima qilyapsan? Ishga o'tib ketayotgandim, seni ko'rib qoldim. Ichasanmi? Yo'q, biri ichmayman. Bilmay qoldim. Nimaga birdaniga urushib ketdingiz? Alika, ko'rding-ku. O'sha bolalarni qanaqaligini ko'rib turuvdingiz, sizga bir gap bo'lsa nima qilardim? Umuman nimaga kech keldingiz? O'shilang Gulisa. Siz bilan gaplashishni ham istamayman shu. Muborak bo'lsin. Mana Shohruxxonni olib keldim. Xursandman, sizmisiz Shohrux? Men o'ylagandan ancha go'zal ekansiz. Minnatdorman. Men ham sizni muxlisizman. Tabriklayman. Tepada yorituvchilarga ayt, hushyor bo'lishsin. Bor deb. Assalomu alaykum. Shohistafon. Davlat Karimov qanday? Man, shoshma. Iltimos sizlardan bir daqiqa. Hozir biletnikasaga aytganman. Shohrux, baxtli insonsan-da, ukam. O'zim ham bilaman. Bilmaysan, ukajon. Salomat, sog'omlar. Yaxshi yuribsizmi? Ahvollar yaxshimi? Rahmat. Ko'z tegmasin, ko'rinishingiz juda yaxshi. Yurimiz soyai davlatlarda quyi akenga. Oilaviy tantanalari muborak. Xo'jayin. Shu olaylikchi. Seni juda iqtidorli yigit deb eshitganman. Kelishgangina yigit ekansan. Bekorga qizim seni yaxshi ko'rmas ekan. Qani, mehmon qo'yinglarchi. Hozir